Xo'shmer va muhabbat Oqnazarovna. Sizning aziz farzandingiz O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qo'shinlarida o'zining namunali harbiy intizomi, xulqi, tirishqoqligi, tashabbuskorligi, jamoat ishlarida faol ishtirok etishi, o'zining vatanparvarligi, fidoyi va jonkuyarligi bilan barcha harbiy xizmatchilarga namuna bo'lib kelmoqda. Siz tarbiyalayotgan farzandingiz xizmat faoliyati davomida o'zini mustahkam irodasi, jismonan sog'lomligi, intellektual qobiliyati, ma'naviy yetukligi, yuksak muomala va kasb madaniyatiga ega bo'lgan barkamol inson va vatanparvar vatan posboni sifatida ko'rsatib kelmoqda. Sizga farzandingizni mard, jasur, vatanparvar, fidoyi, shuningdek vatanimizga, prezidentimizga, jonajon xalqimizga va qasamyodiga sadoqat ruhida tarbiyalaganingiz uchun O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Markaziy harbiy okrug hamda harbiy qism rahbariyati nomidan chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Sizning aziz farzandingiz Boymurodov Vahobjon Bahrom o'g'li o'zining fidoyiligi, tashabbuskorligi bilan ajralib turadigan shijoatli harbiy xizmatchi, o'z ishining bilimdoni, bor kuch g'ayrati, tajribasini yangi O'zbekistonimizning mehnatkash xalqini xavfsizligi va osoyishtaligini ta'minlash uchun mehnatini ayamaydigan inson sifatida bilamiz hamda hurmat qilamiz. O'g'lingizga bergan tarbiyangiz, mehringiz, farzandingizni o'stirib voyaga yetkazish yo'lida chekkan zahmatlaringizdan bir umr minnatdor ekanimizni bildiramiz. Shu munosabat bilan sizlarni xonadoningizga fayz va baraka, baxt va omad, sihat, salomatlik, hayotingizdagi barcha baxtli lahzalarning sohibalari bo'lib yurishingizga tilakdoshmiz. Hurmat bilan 59816 harbiy qism komandiri mayor B. Ergashev. Tabriklaymiz. Harbiy xizmatchining onasiga ko'krak nishoni. Sizlarga kirgizsin. Yoshlarga yetirsin. Ota-onaning bolalarga yetishda erishishdan baxt, bunday da baxt, bundan ortiq baxt bo'lishi mumkin emas. Ularning baxti bizlar baxtimiz. Ularning yetig'i bizlar yetig'imiz. Bundan da yaxshi yetuqlarga erishishsin. Ham mahallada yoshlar yetakchi sifatida, mahalladagi boshqa yoshlarga o'rnak bo'layotganligi sifatida ham do'stim, ham sindoshim. Shunday. Shu uchun tabriklayman. Sizlarga ham shunday farzand yetishtirganlaringiz uchun. Sizlarga omad. Mana shu 94lar ichida 14 maktabda bitiruvchilarning ichida bitta harbiy Vahobjon do'stimizda. Qolganlar ham hamma o'zini sohasida vatanga xizmat qilyapti. Oshnamizga ham nasib bo'lsa kuchini boricha mana shu vatanimizni himoya qilishi tilakdoshimiz. Sizlarga ham rahmat. Shunday farzandlarga keltirib, voyaga yetib tarbiyalaganlaringiz uchun.